Onaxonni olamdan o'tganlarga ham 40 kun bo'pti. Aytgan narsalarimni tayyorlab qo'ydingmi? Bo'ldi. Ali, osh tezlashtirib yubor. Bo'la qoling aka. Olib keling, qo'ying mamki. Qaysi farosatsiz mamdan qo'yib ketgan ekan-a? Aka o'zi bitta ayol kishi qo'yib ketdi, tez chiqaman deydi. Ha, bo'pti. Aka istagan pulni beraverasizmi? Senga hali pul ham berish kerak. Nechta pul istagan? 10 ming so'm aka. Qanaqa 10 ming so'm? Ukam 5 ming so'm beraman. Xo'p. Ama aka, telefoningizdan bitta qo'yolsam bo'ladimi? Ma. Alo, oyi. Nima yegizga yotdimi, boring. Ishi kech qolma, ona. Keyin bolam bitta duo qilay. Mayli, boshqa safar qilasiz, ona, bo'pti. Bolam, iltimos bugun biron joyga borib ovqatlanaylik. Siz ham bugun o'rtolarim bilan o'tirishim bilib turib shu gapni gapirishingizni qarang, ona. Ertagami yo indingami olib borarman. Bo'pti, uni o'sha boraman zo'r qilib. Ana, maqa telefoningiz. Bolam, mana buni olganda onangga zo'r qilib, go'shtli qilib osh olib borgan, xo'p? Bu pul ko'p-ku, amaki. Ko'p emas, bolam. Onani borda qadriga yetib, yaxshi narsalar olib bor, yedir, duolarni olmasang, keyin o'lganlardan keyin boshqalardan duo olib yurar ekansan, bolam. Mani chiqazor. Ming bor uzr qoldim ozg'ina. Opa, men sizga aytdim, mashinani o'tga qo'ymayman deb. Uzr esimdan chiqib qopti.